Assalomu alaykum. Men Muhammadjonov Qaytjon, M2504 magistratura birinchi bosqich talabasiman. Bugungi taqdimotimda men eksperimental ilmiy tadqiqot metodi va uning dissertatsiya mavzuyimda qo'llanishi haqida so'z yuritaman. Eksperimental metod bu ilmiy tadqiqotning eng muhim usullaridan biri hisoblanib, sodda qilib tushuntirganda, u orqali nazariy farazlar amaliy tajriba yo'li bilan sinovdan o'tkaziladi. Ya'ni olim muayyan bir jarayonni laboratoriya yoki ishlab chiqarish sharoitida sun'iy ravishda yaratadi, o'zgaruvchilarni boshqaradi va natijalarni o'lchash orqali ilmiy xulosa chiqaradi. Bu metodning mohiyati nazariy gipotezani tajriba orqali isbotlash yoki rad etish hamda yangi ilmiy qonuniyatlarni aniqlashdan iborat. Endi ushbu metodning meni dissertatsiya mavzuyim, ya'ni gazlarni tozalash jarayonidan keyingi chiqindi ziyalitlarini qayta ishlash texnologiyasiga tatbiq etish doirasida qo'llanilishiga misol keltiramiz. Xo'p, tadqiqot jarayonida bizga ziyolit namunalarni yig'ib, ularni fizik-kimyoviy tarkibini tahlil qilish kerak bo'ladi. Keyinchalik turli harorat, bosim va muhit sharoitlarida regeneratsiya jarayonlari laboratoriya sharoitida amalga oshiramiz. Masalan, chiqindi ziyalitlar 400 dan 600 gradusgacha bo'lgan haroratda issiqlik bilan qayta ishlanganda ularning absorpsiya qobiliyati sezilarli darajada tiklanganini kuzatishimiz mumkin. Bu natija shuni ko'rsatadiki, chiqindi ziyalitlarni qayta ishlash orqali ularni ikkinchi marta ham absorbent sifatida foydalanish mumkin. Demak, eksperimental metod bu yerda chiqindi ziyalitlarni qayta tiklanish jarayonini real sharoitda sinab ko'rish, olingan natijalarni o'lchash va tahlil qilish imkonini beradi.